Kechiring hurmatli vatandoshim, suratni yaxshi chiqarish uchun yo'riq tanlash kerak ekan, bu oson ish emas ekan. Shunga ba'zi undaq, ba'zi shundaq chiqib qolyapti. Bugun shundaq aptop bilan to'la aplashdik, buning uchun kechiringlar. Endi biz bir ikki jumla so'zlaymiz degani yo'q, shu va'dimiz bo'yicha so'zlaylik. Nima to'g'risi so'zlaymiz. Avval biz hozir Jungoda echilayotgan qurultay to'g'risida to'xtalaylik. Yaqinda biz bu qurultay boshlanish bilanlar bu qurultayda chaqmoq chaqqandek bir voqea yuz berdi dedi Govingoy apandi degan edi. Keyin andın biz özümüz yani izahat verip eğer Govingoy apandi sizin degeninizde iş bulmagan halatda mı biz sizni ayıpkı buyurmayız. Çünkü her kandak hadise vakanın yüz berişi muayyen makan, muayyen şerait, imkaniyet ve mümkünlükni şart kılır. Muşu şartla koşulup kelgendela siz aytqandek vaqalar hem Jungo'nun 19. qurultayda hem başka cemiyet münasebetli taraflarda yüz berişi mümkün buluşu mümkün lekin sizni ayıplamaymiz eğer şu iş yüz bermese degenidir. Hazır qaraymiz ki bugün qurultay etchiligi 2 kun bo'ldi. Govingoy apandi degan alayda vaqa yüz berdi degan vaqa bu yerda yüz bermadi. Biroq Govingoy apandi o'zi hozir shu voqeaning ichiga kirib qoldi. Qanday kirib qoldi? Hozir Govingoy apandining Twitter, YouTube qatorliq cho'ng shirkatlarga beradigan ovozi masalan bevosita anglatish, bevosita ko'rsatish faoliyatlari cheklanib qoldi. Buning sababi hozir tagi-taktidan bizning analiz tushunishimiz bo'yicha aytganda bu qandaqdir Govingoy qila qortlagan emas. Govingoy mushu jarayonda qurultay jarayonida yana material pash qilishni jakarlagan edi. Masalan bu qatim u degan ediki men kassetalangan yoki suratga elingan naq paketlarni materiallarni qo'yib berishim mumkin degani. Dal shundaq chog'da uning bevosita anglatishi cheklanib kelishining sababini surishtirsak ehtimol muqimni qo'yish kerak. Çünkü ona iş emas, hürmetli vatandaşım bir partiye. 80-90 milyon azası var bir partiye. Jungo'daki intayin gayet zor bir memleketke rehberlik kılıvatkan bir partiye. Del şundaq paytda reaksiyalashgan davrga yoki ciddi bir paytga ciddi bir vaqtga ko'rib qolib vaziyatni ciddi o'zgarish keltirib chiqaradigan bo'lsa buning oqibatini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Hurmatli vatandoshim, Jungo'ga bundaq vaqtda muqimlik kerak. Shundaqla dunyoga ham muqimlik kerak. Bugün Govingoy apandining o so'zlagan so'zi bilan bugungi 2 kun ichidagi faoliyatlarini selishtirsak, hozir bu masala, ya'ni Govingoy apandining material pash qilishi Jungo Kompartiyasining rahbarlik qatlamida chiriklashganlarning qilmishlarini, haddi-harakatlarini pash qilishi xalqaro masalaga aylanib, xalqarolashib ketdi. Men shundaq deyman. Bugunlarda uning chekilinishi mesela YouTube'da Twitter'da çekilip kılışı meselesi münasebetli kaldı materyal kılış. Jungo Kompartiyası rehberliğinin çirikleşişini, hiyanetçiliğini paş kılış bazı halkaralaşkan bir meseleye aylanıp kaldı. Şuna bir yerde Jungo için muqimlik gerek. Ben bir yerde Jungo'nun Şinjan Uygur Abnum rayında Müstemlik Uyguristan'da muqimligi uchun qo'lida bir tal jingni yo'q Uyg'urlarni bostirayotganligi, o'zining muqimligi uchun buni bostirayotganligini qo'llayotganim yo'q. Men buningga butun qalbim bilan qarshi turaman. Uyg'ur gunohsizdir. Uyg'urni bostirish bu ortiqcha zo'ravonlikdir. Lekin butun mamlakat miqyosida aytganda, hozir echilayotgan qurultayni aytganda, o'ng'ay ish emas, apandilar. Bu ish agar shundaq bir davolg'ish davriga kirib qoladigan bo'lsa, bu dünya üçün intayin ağır vaziyet bo'lib qoladi. Hozir sizlar nazaringizdan o'ttiri sharqqa og'diringlar. Masalan, hozir alayli Iroqning hukumat armiyasi bilan kurdlarning Iroqdagi Kurdiston avtonom rayonining armiyasi o'ttirisida to'qinish yuz berishga tasqasdi. Lekin Iroq armiyasi hozir bu yerga Kirkuk degan Neptik rayoniga kirdi, u yani egalladi. Kurdiston armiyasi urush qilmay yuvashlik bilan chekindi. Bu yaxshi bo'ldi.
Biroq hozir O'rta Sharqning vaziyatini ko'rib turibsizki, men bu yerda selishtiryapman, bu O'rta Sharqning vaziyati bilan Jungoning vaziyatini selishtiryapman. Ko'rib turibsizki, bu yerda Kurdiston Demokratik armiyasi Suriyadagi hozir Suriyaning yarimidan ko'p tuproq va zaminini egallab bo'ldi. Demak, hozir O'rta Sharqda burungi Isroil va Falastin masalasi emas, endi Kurdlar masalasining o'rtaga chiqishi bu boshda aytgandek, to'rt davlatning ichki qismiga va uning chegara rayonlariga ta'sir ko'rsatadigan ish bo'lg'achqa O'rta Sharqdagi to'rt cho'ng davlatning bu ish intayin murakkab. O'rta Sharqning vaziyati shundoq jiddiy paytga ko'tarildi. Endilikdagi gap O'rta Sharqning vaziyati shundoq jiddiy paytga ko'tarilganda, hozir Jungo hukumati jiddiy yo'lga qo'yayotgan. Masalan, bu qatimqi partiya qurultaydimi ham kuchab ta'kidlagan bir yo'l, bir belbog' siyosatining O'rta Sharq yuzlanishi hozir suvga chidash deydi. Belki bu endi aqmaydigan siyosat bo'lib qoladi degan. Hozir 19-qurultayda bütün alpozdan başta biz xabarda nima dedik? Kam uchraydigan bir pozitsiya bilan o'tirib chiqdi Rais Xi Jinping dedi. Hozir biz nima deymiz? Hozir Rais Xi Jinpingning so'zlagan dokladi burun 18-qurultay, 17-qurultayda qanday so'zlagan bo'lsa, shundaqla. Hech qanday o'zgarish yo'q. Bu yerda alayda hech qanday so'z yo'q. Tayvan to'g'risida gapmi shu? Olminshangan to'g'risida gapmi shu? Agar o'zgarish deyilsa, bu qatim Tibet eg'izga elinmadi. Xinjiang Uyg'ur Abnum rayonini mustamlika Uyg'uristondagi nima zo'ravonlik, poravallik deydigan gaplar eg'izga elinmadi. Faqat bir jumla suvob o'tib ketildi. O'zgarish desa, hozir Tayvan to'g'risida to'xtalganda 3 qatim tinchlik, Xiping 3 qatim eg'izga oldi. Bu hamda tinchlik masalasi, tinchlik bilan Tayvan masalasini hal qilish deyilgan bo'lsa, buni xalqaro jamiyat olqishlaydigan masala bu. Hech qanday o'zgarish yo'q. Endi g'arb matbuotining yetersizligi shu ekanki, har bir so'zni analiz tahlil qilgan vaqtida jungocha tafakkur qilish va jungocha fikr qilish stili va uslubining nima ekanligini g'arb matbuotlari toza bilib ketmaydi ekan. Nima ish qilsa davomli uchrashib turmagandan keyin jungocha tafakkur, jungocha fikr qilish bilan davomli uchrashib turadigan bo'lmagandan keyin g'arb matbuotlariga ba'zi so'zlar, ba'zi iboralar ajoyib tuyulib ketadi ekan. Amaliyotda bu qatam 19-qurultayda so'z iboralarning vazni, o'roni, toni yumshab ketdi. Demak, biz boshda mavzu qo'yildiligi aytibamiz dedik-ku. Prezident Rais Xi Jinping alayda kam uchraydigan bir pozitsiyaga o'tirga chiqdi. Men shunday xulosa chiqardimki, Jungoning pozitsiyasi yumshab ketdi. Hozir to'g'ri yana tahlillar boshlandi. Masalan, Rais Xi Jinping Jungoni bir demokratik manzilga boshlab kirishi mumkinmi? Endi bunada nurg'un kishilarning ko'z qarashi Jungo bu mumkin emas, mutlaq. Men sizga shuni aytib qo'yayki, agar sharoit sizni ziddiyatlik oldi qistab keladigan bo'lsa, agar sharoit sizni ziddiyatlarning ichiga selib qo'yib turib, besimning ichiga tushirib qo'yib turib, vaziyat qistab keladigan bo'lsa, apandim, sizda boshqa chora yo'q. Ma'qul demakdim boshqa, men shu yo'lda mang'ay demakdim boshqa chora yo'q. Shunga buni Jungolik hargiz unamaydi bunda ishlarga demokratiyalashmaydi u bu degan uni oddiy tafakkurni hukm qilish shakli bilan bu siyosiy voqealarga javob bergili bo'lmaydi. Ayni chog'dagi Jiang Zemin Jungolik edi vatandoshim. Tashqi Mong'oliyaning mustaqilligini referendum bilan tashlash orqali e'tirof qilaman degan kelgini dal vaziyat uni qistab shundoq ziddiyatdagi, shundoq majburlashning chegarasi ekilib qo'ygan vaqtida o odam buni ma'qul degan. Bugungi Jungolikmi shu tarixdagi Jungolikdir, boshqacha emas. Dal shu Jungolikdir. Ana ustiga alayla hozir Jungochi sotsializmning yangi davri. Bu so'z o'yini efendim. Nima degan gap? Jungochi sotsializm degan nima degan gap? Sizlar marksizmni yaxshi bilasizlar. Marks kitobining qaysi yeriga Jungochi sotsializm, Rossiyachi sotsializm, Yugoslaviyachi sotsializm deb yozib qo'ygan bir abzas so'z bormi-ki? Yo'q. Marksning kitobida sotsializm faqat bir hukm.
Onun karşı tarafındaki ikinci hukum feodal sosyalizm. Ben şunu devamlı liksiyel sözlevatımı Cumhur'un atalmış sosyalizmi emniyeti Marx tenkitligen feodal sosyalizm. Çünkü bir yerde meyli Marx'ın Cumhur olsun, meyli aynı vaktki Rusya olsun, Rusya Krepostinoyluk tüzüm bilen Marksizmni kabul kıldı. Cumhur feodallık tüzüm bilen Marksizmni kabul kıldı. Bu Marksizmdeki Avrupa'da, Germaniya'daki kapitalizmin iktidai devirdeki kapitalizm devrinin mehsulu tutsa bu Marksizm süptüde. Neziriye süptüde. Senin feodallık cemiyetin kanda bastı şurada. Bugünkü cidel mana şu cidel o. Mesela Cumhur'da Komünistik Partiyanın kuruluşu doğru gap emez. Çünkü Cumhur'da Marksizm yok. Cumhur'da Marksizmi kabul kılaladığın cemiyet yok, burun mu yok, hazır mı yok. Şun kompartiyet Cumhur için ortıkçı gap digellik o. Endi dokulattın üzü kayıt gileyle. Demek bu kadar şundak yumuşaş körüldü degen gap. Tayyiben meselesi mi, Şangan meselesi mi, Oğmun meselesi mi degen gaplar şundak yavaşlık bilen geldi ki söz ibarla şundak yumuşap gitti ki bir yerde Reis Xi Jinping'le emez Cumhur Kompartiyasının kandaktı bir işlavla yumuşap kilovatkalığını körgülü oldu. Onun üstüne birinci aydan başlap bu yıl hazırlıkçı Govingoy Kompartiyanın kılmışını yak olanın materyalini paş kıldı. Bu materyalini paş kılış Cumhur cemiyeti intayın çunkur tesir gösterdi vatandaşı. Şunu bu katım kurultay eçiliştin burun Beijing'de her bir halet dercilik değiştik saklaş. Mukamlıkta saklaş derecesi berip götürüldü. Siz kurultayın kayfiyatı bütün karap bakın. Aş oltuğan kişilerin hemmisi tenkitlengen adamlar. Mesela Govingoy materyal paşkılıştan tenkitlengen adamlar. Mesela alaylı Jiang Zemin. Onun oğlu Jiang Mianxinni Govingoy tenkitledi. Bu kadar Jiang Zemin on tarafta, Hu Jintao sol tarafta oldurup kurultay eçildi.